Har kuni tayyorlaydigan salatlarimning ichida aynan shu salatni farzandlarim qayta-qayta tayyorlab berishimni so'rashadi. Mazasi shunaqa zo'r bo'ladi. Siz ham tayyorlab bering, sizni ham oilangizni sevimli salatlariga aylanadi. Tuzlangan bodring, pomidor cheri bo'lmasa, oddiy pomidor ham to'g'rasangiz bo'ladi. Konserva kukuruz solamiz. Salatga yanada maza berish uchun asl barakani tovuqli ruletlaridan ishlataman. Bu salatga juda ham boshqacha maza beradi. Tovuqli salatlar o'zi mazasi boshqacha bo'ladi. Hamma mahsulotlarni bir xilda sal kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Endi xohishga qarab ko'kat solamiz. Men ko'k piyozdan foydalandim va kashnich. Mayonezli salatlarga kashnich solib ko'ring, mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Qaynatilgan tuxumni ham to'g'raymiz va xohishga ko'ra xohlagan yaxshi ko'rib yeydigan mayonezingizni solasiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Salat tayyor bo'ldi. Ayniqsa mehmon kutganda shu salatni tayyorlab ko'ring, mehmonlaringizni duosiga qolasiz va qayta-qaytasidan retseptini so'rashadi.